Heyo akalar, assalomu alaykum. Sizlarni YouTube'da ko'rib turganimdan xursandman. Xo'sh akalar, ko'rganinglardek o'tgan safar bu loy shu yerda qolib ketgandik. Uyda tugatamiz deb videoni to'xtatgandik. Xudo xolasa bugungi videoda tugatishga harakat qilamiz akalar. Xo'sh. Akalar, ikkitani qo'yib qoldik biz. Bu yog'ini ham qo'yuvdik emasmi? Qo'ymadik, mayli. Xo'sh, olamiz shuni. Bu yerda akula yo'q, hali biz ham suvga tusha olmayapmiz. Nimagaligini hali hech kim yozganicha yo'q. Yozsanglar o'rganib chiqardik albatta, xohlasa. Mana bochka olib kelyapti. Olamiz buni akalar. Bochka ham kerak. Xo'sh. Men buni o'rganib chiqdim. Bu endi yaxshiroq. Xo'sh. Sizni qornimiz och, nimagadir jon ketmayapti, lekin kerak menimcha bu Wi-Fi yo'lanish kerakmi yo? Buni ham olamiz akalar, loyni ham olamiz, loy. Voy, tiqilib qoldik. Bu yerdan aylanib o'tamiz. Qancha bo'ldi ekan arqonlarimiz? Arqon qancha bo'ldi ekan? Arqonimiz Oppa, 16 arqon. Nabi ham sinib ketay deb turibdi. Yo'q. Oppa, nima bo'ldi? Voy, sinib ketdi. Mayli, keyinroq uzatib olamiz uni. Uzatishdan oldin mana bunaqa narsalarni yig'ib tashlaylik. O'rollarga bo'lsak, o'rollardan yaxshi narsalarni olib bo'lar ekan akalar. Kraska urib tashlasak bo'lar ekan. Bunga uyni tavaraklariga, polga, solga kema bilan tutib qoladigan anaqa. Nima derdi buni? Tevarak atroflariga bu kelgan narsalarni shularni oqib ketmaslik uchun tutib qoladigan narsa ham qursak bo'lar ekan. Bizga kerakli narsa ekan o'sha. Endi uni nechinchi o'rinda yasaladi bilmadim-u. Lekin yasalar ekan akalar. Bor ekan u ham. Xo'sh do'stlar, sizlarni unchalik ko'rmaslik uchun joylarni kesib tashlaymiz. Hoppa do'stlar, mana ko'rayotganinglardek biz ozroq bo'lsa ham yig'ib oldik. Xo'sh, endi mana bu to'kishni yasaymiz va yo'q, bunga emas, bunga kirib arqonni yasa olamiz so'tlardan. Keyin mana davom ettiramiz buni. Kirish joyini qayerda qilamiz akalar? Shu mana kirish joyi bu yerda bo'lar ekan. Mana shu yerdan kirish joyini qilsak bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Kirish joyini, xo'sh, eshik hali ochilmabdi. Yo'q, bo'ldi. Davom etamiz. Hoppa, endi deraza qurishimiz kerak. Deraza bu yoqqa qaragan bo'ladi. Bo'ldi, bizda qolmabdi. Akalar, yana bir ozroq yig'gandan keyin videoni davom ettiramiz. Shungacha nima xayr deyapman, charchaganman-da akalar, uzr, charchaganman. Xo'sh do'stlar, bizda hozir bir nimadir ochilib ketdi. Nimaligini lekin ko'ra olmay qoldim. Menimcha eshik ochildi. Hozir ko'ramiz. Mana bunda. Ha, mana ko'rayotganinglardek eshik ochilibdi. Bu nima? Ha, bu sham ekan, bu sham. Yo'q qo'yadigan chiroq. Bu nima deydi? Mana bunda bu sandiq menimcha. Ha, sandiq u. Arqonlar ham ozroq yig'ilib qoldi. Bu yerga dalli momentda eshikni qurib olamiz. Eshigimiz bo'lmasa bo'lmaydi, chatoq bo'ladi. Voy, bu 5 ta ekan. Mayli akalar. 5 ta bo'lsa bo'lsin. Zalga qilmay turamiz hozircha hech nimani. Voy, o'yna qurish kerak. Voy, oqib ketmasin. Kerakli narsa yo'q bu ham, to'g'rimi? Olaylik, keyinroq bir gap bo'lar.
Kela faqat bu o'yindan zerikib ketgan bo'lsanglar kerak va qanaqa o'yinni o'ynay kommentariyaga yozinglar. Qo'ldan kelgancha chiroyli anaqa bilan sharhlov bilan sizlarga o'yinda o'ynab chiroyli qilib o'ynab ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Va yana like bosishni esdan chiqmasin akalar, like umuman yo'q videolarda. Ishonmasanglar kirib ko'rishlar mumkin. Profilimda ko'rishlar soni ancha-muncha bo'lib qolgan, lekin hech kim like bosmayapti. Obuna endi obuna. Like bosmagan odamdan obunani qanday so'raymiz, to'g'rimi akalar? Unaqa bo'lmasin-da endi. Olma buni. Burun ham oqib ketyapti, onasini ham. Sorry akalar, uzr. Adashib so'kinib ketayotgan bo'lsam uzr. Xo'sh. Buni olamiz va arkon yasaymiz. Bundan. Bu yerga deraza. Bu joyga derazami? Voy bu 8 ta ekan. Qaydan olamiz unchani? Bizni boyda bo'layapti shekilli-da bu. Voy, yon atrofda yo'q. Xo'p, akalar bu yerni aniq qilib qoldirib turamiz va bu yerdan davom ettiramiz. Bu yerga nimadir keldi. Pochka. Ilmoqimiz qani? Voy, bu ham yo'qolib ketdi. Bittagina arqonimiz qolgan ekan, o'shanga ham ilmoqni oldik. Qani. Mana kelyapti. Buni ham olamiz. Voy, ushamadi-yu. Ushamadi. To'lqin bu yoqqa qarab ketyapti ekan. Nima bo'ldi? Voy. Uzr akalar, uzr. Kichik nosozlik bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? O'zim ham bilmay qoldim. O'yin o'tib yordi. Yana qaytadan kirdik. Menimcha endi unaqa nosozliklar bo'lmaydi. Bittaga baytaymaydi loyla. Mana bu yasaganlarimiz yo'qolib ketdi. Shuncha mehnatdan nimaga unaqa qildi bu loy? Nima yomonlik qildik biz bunga? Yomonlik qildikmi? Tinchgina. Ey Alloh, yana kema kelganda eshik. Kemadagi biratga narsalarni sotib olsak bo'lardi. Nasro'gani yo'q bo'lardi yo'qsa. Voy, loy tepadan tashlayordi o'zan. Qani olamiz buni ham. Shu yana qalay yaxshi ekanda bu mana shu korobkalar. Korobkalardan zo'r berar ekan. Al buni. Va bizni yasaydigan narsamiz yana qaytadi. Eshik yasaymiz. Eshikni oldik. Yasavoramiz buni. Voy, X qil. Bu yaxshi. Ikkita уже. Mana bu deraza bu yoqda bo'ladi. Derazani qilamiz. Deraza va qimmat ekan lekin derazani arzonroq qilishni iloji yo'qmidi? 8 ta arqon ketdi shunga. Xo'sh, bu mana buni olamiz. Bizga ko'proq o't kerak hozir. Voy, yo'qolib ketdi loy. Nimaga loy so'zini ko'proq ishlatyapsiz deyishlar mumkin akalar. So'kmaslikka harakat qilyapmiz endi.
Oila davrasida ko'rishinglar bemalol mumkin. Bu videoda hech qanaqa so'kinishlar yoki boshqa bir qo'pol gap so'zlar bo'lmaydi. Shuning uchun sal kam gaproq bo'lyapman. Bo'lmasa akalar sergapmiz akalar. Biza ham. So'kmasdan o'ynayapmiz endi. So'kmaslikka o'rganishib ketsak, xudo xolasa, videolarimiz qiziqroq bo'ladi. Mana buni ham olish kerak. Yaxshi. Latta o'qib ketaversin, kerak emas u. O'qib ba'zi bir o'zimizga qaytib ketarganda bu. Qani, hoppa. Marhamat akalar uyga. Choy poy qilamiz. Voy, arkon bu yoqda edi. 10 ta. Kam akalar, kam 10 ta. Ko'proq yasab tashlash kerak edi loyni. Voy, ana yetmay qoldi. Bitta berar ekan, qurumsoq. 3 ta berar ekan. Qani? Oldi. Oldi akalar. Qani, bu yoqlarda yo'qmi? To'xtaylar, bitta ideya bor. Ufa, tushdi akalar bizga. Qoldik. Endi men yaqindagi anaqalarni qo'l bilan qo'shaymiz. Shu yerda videoni kesib yuborishimga to'g'ri keladi menimcha ham. Bilan yig'ib olgandan keyin bo'lamiz akalar. Voy akalar, bu hozir suvdan chiquvdim, voy nima deb bildi. Nogiron bo'lib qoldi bu akalar. Romen nogiron bo'lib qoldi, yurishi ham qiyinlashib, voy. Ezordi. Xuddi o'tib ketdi endi, men buni ushlash kerak. Suvdan adaptatsiya bo'lmas ekan akalar, dvijeniya bo'lmas ekan. Tirikchilik bizlar uchun emas ekan suvdagi. Shuning uchun men shu quruqlikda ham eplab yuraversak bo'ladi. Hozirda shu oz qoldi, uyni bitkazib yuborsak, buguncha yetadi. Uyni bitkazib bundan oldin sizlarga endi va'da berib qo'ydik-ku endi uyni. Bajarish kerak endi akalar. Katta yetgandan keyin bugun to'g'rilaymiz, uni qilamiz. U tog'a kelyapti. Tog'ani bilancha vaqt kutdik, to'g'rimi? Tog'alardan bu ham to'g'rimi? Qani. Ayva qish kerak edi bunga. Yo'q, u tog'a emas, u shunaqa kemalarni uradi. Nima derdi uni? Siz urar ekanda bunda kemalar. Kemalar bilamiz, erqonoqday bo'ladi. Esladim. Oldinlari ham o'ynagandim, buni. Ichida odam yo'qmikan? Shani buzib, buni qilib diviziyani qilib tashlaymiz unda ham. Oldik uni. Buni ham olamiz. Bochkalardan lekin kam narsa berar ekan akalar, shu bo'lmabdi lekin. Xo'sh, buni ham olamiz. Hoppa, oldik uni ham. Bespaniga akalar oldik. Xo'sh, endi buni olamiz qo'lga va biz endi arkonni yasab olaylik. 8 ta arkon, menimcha tevarak atrofida yasashga yetmaydi albatta. Bosib tur. Va buni olaylik.
Navimiz ham yo'qolib ketibdi. Ana yaqinlashyapti, ikkala yaqinlashyapti. Oz qoldi. Ol. Onlayn opa. Bizga hozircha kerak emas. Bolg'amiz. Yeroqamiz olamiz. Oldindan kelayotgan narsalarni olish kerak. Va oldi. Nav yaqinlashyapti. Bunda yaxshi narsalar chiqadi. Sandiqlari bor, ulari bor, bulari bor. Bularni o'zlashtirib olamiz. Birovning narsasini o'zlashtirish yomon, lekin bu o'yinda bo'laverar ekan. Yaqinlashib oldi akalar. Biz bolg'a yasab turishimiz kerak. Bolg'a yasab turamiz. Buni ol buni. Biz zorishimiz mumkin o'zimiznikini ham akalar. O'zlarimiz yoniga suzib boramiz hozir. Buni qilamiz va voy, hoppa tushdik. Akalar, suzib olgandan keyin videoni davom ettiramiz do'stlar. Do'stlar, bunga yetib keldik. Qilib buzamiz buni. Yo'q, buni buzmaydi. Buni ichini ochib ko'ramiz. Taxtasi bor ekan. Taxtasini ham oldik. Endi buni ham bularni akalar olmaydi. To'g'ri buzish kerak. Tepadan boshlash kerakmidi yoki endi biz arqon degan maqsad deyapti. Va yana bu ham buzilib ketdi. Hoppa, buz buni ham. Voy, bu temirdan berar ekan bu. Arqon bermayapti. Bilmadim. Lekin arqon berish kerak ko'proq. Chunki bizga arqon kerak. Nimagaligini endi o'zlari aytishadi. Tepada. Keyin o'yinikinda bu. Hoppa, bu ketdi. Tushmay tur. Ve bizlerle kayıtlamız. Yine kısa kayıtlamız. Yine kısa ben ayetlerim o gün onun yine başladı ve elite bok ketibdi. Hoppa, nima bu? Sumkamizga ham to'lib qolibdi. Mana bu bolg'ani sumkaga qo'yib qo'yamiz. Sol buni. Va bizga kerakli bo'lgan narsa mana shu hozirda ham berilgan narsa. Qo'limga ol. Akalar, biz hali ham suzib yuribmiz. Nimagadir. Hoppa, ana o'ziga keldi. Bagdan qutuldik. Nimadirlar berib tashadi-yu. Nimadirlar berib tashadi, lekin nimaligini bila olmadik. Bo'ldi akalar, tomni ham ajoyib ko'ramiz. Gullab yashnab ketyapmiz endi shu kunlarda. Zo'r bo'lib ketdi. Endi tom, menimcha shu tomni ham boshlab oldik. Hoppa. Tomni ham tugatib shekilli. Mana sinib ketdi. Bizda u narsadan purab ekan, o'shaning uchun muammo emas. Tomi ham chiqyapti menimcha.
O'sha anaga suzib kelgani bizga yaxshi bo'ldi, ishlarimiz o'chib ketdi. Voy, ana yetmay qoldi akalar, ko'z tegdi. Ko'z tegib qoldi, yetmay qoldi. O'shani tuzatib, keyinchalik videoni yakunlasak bo'ladi. Sizlarga bergan va'dam bajariladi. Kurib oldik. Xudo xolasa kelasi videoda sizlarni ham tuzatib olsak, nur ustiga londirib bo'ladi. Albatta ular bu videoga sig'maydi. Keyingi videoda. Xudo xolasa albatta. Shu videoda aktivlik. Endi biz ham harakat qilyapmiz, mehnat qilyapmiz. Shuni qadrlagan holda bitta like bossanglar bo'ldi. Shuncha mehnat ketdi mana. Shu videoni yasash uchun ham bir 2 soatdek vaqtim yo'q bo'lib ketadi. Preview tayyorlash kerak bunga. O'zini previewsini to'g'ri uchun chiqsam deb ko'p qo'yaveraman, lekin shundan ham akalar mehnat ketadi bunga. O'ziga yarasha mehnati bor. O'shani qadrlagan holda akalar bitta like qo'ygani meni quvantira oladigan narsa shu xolos. Voy, Zaynab, shu bu videoni yakunlash qilamizmi yoki? Yaxshi beryapti, shuna berib tursa. Yana ozroq. Yo, yetarmikan? 4 5 bitta kerak, bitta. Bittagina o't. Bittagina o't bermaydi ya, bu bittagina o't. Qani o't kerak bizga. Hoppa. Voy, loy. Yetti akalar. Mana buni ham olib qo'yamiz. Hoppa, отлично. Qo'ydik. Xo'sh akalar, xo'sh. Mana. Hoppa, akalar, mana ko'rayotganlaringdek kiyimga rosa qurilib bo'ldi. Endi ichki jihozlarni qo'ysak bo'ldi. Menimcha bitta deraza yetarli. Mana tashqarida ko'rib turamiz. Bu hodisa bo'layotganini. Keyinchalik bu yerni ham buzib qurib yuborishimiz mumkin. Akalar, menimcha bunga yetar. Mana ko'rganingizdek. O'tgan galgi videoda ham aytdim. Uyni taxlaymiz deb. Mana taxladik. Xudo xolasa keyingi videoda atroflarni ham kengaytirib boshqa narsalarni ham qo'yib olamiz. Mana bunga yetar. Videoni shu yerda to'xtatamiz. Sizlar esa obuna bo'linglar va like bosinglar. Shu videoda 10 ta like chiqadi. 10 ta like bo'ladi va 3-qismini ham albatta o'ynab chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Menimcha bunga yetadi. 3 marta aytdim akalar, 3x bo'ldi do'stlar. Ko'rdinglarmi? Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va charchaganman. Sog' bo'linglar.